bilan bolasini ofisga olib keldi. Shovqin qilib ishlashimizga xalaqit beryapti. Shunchaki bolasini tarbiyalashda yordam bermoqchi edim. Menga esa qo'l ko'tardi. Bolasini olib kelishga men ruxsat berdim. Balki meni ham tarbiyalamoqchidirsan. Men buni nazarda tutmagandim. Shunchaki bu chindan ham bizga xalaqit beryapti. Men kompaniyada xavotirdaman. U dam olish hududida edi. Shovqin qilmadi. Hammasi mangoga allergiyasi borligi tufayli bo'ldi. O'chir. Sendan kim so'radi? Sen bu yerda boshliq emassan, to'g'rimi? Yordamchi hammasiga men aybdorman. O'g'ling unga bergan tortimni yegandi. Allergiya boshlandi. Lekin men uni sota olayotganimda unda qulupnaydan tashqari boshqa mevalar yo'q edi. Bu yolg'on. Qulupnayli tortda mango bor edi. Nima bo'lganini kotibasi undan so'rash kerak. Nima bo'lganini nega mendan so'rayapsan? Ona sifatida e'tiborsiz bo'lding. Men nima ishim bor? Ayblashga urinma. Isboting bo'lmasa tuhmat uchun seni sudga beraman. Dam olish xonasida kameralar bor. Kelinglar, hammasini tekshiramiz. Sen nima bu kompaniyani o'zingniki deb o'ylayapsanmi? Linmo, kameradagi yozuvlarni tekshir. Ko'p bo'ladi.